Assalomu alaykum. Bizni bemorimiz Qodirberganov O'lmasbek 9 yoshdalar. Bu bemorimiz diagnozi DTP spastik diplegitsiya forma, ya'ni asosan ikkita oyoqlarida tonuslar yuqori. Biz komandamiz bilan ish jarayonini boshladik. Elfika mutaxassisimiz Maqsudjon va massaj mutaxassisimiz Zaloxonlar bilan birgalikda Xudo xolasa birinchi 10 qadamni birinchi bo'lib bosib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Bir xil gaplar eshitdim odamlar tomonidan. Bular uje yuradigan bolalarni olyapti, shunaqalarni tayyorlayapti degan gaplar bo'ldi. O'shanga men aytib o'tmoqchiman o'zim fikrimni. Bu bolamiz ham, boshqa bolamiz ham bizga oldindan yura olmay kelishgan. Biz lecheniya davomida shu oxirgi etapiga, ya'ni yuradigan etapiga olib kelib, keyin uje ularni tanlab olib musobaqa qilyapmiz. Bular ancha davomida bizda lecheniya olib kelgan. Uje bizni 6-kelishlar adashmasam, bularni uje 6-kelishligisi. Ya'ni 6-lecheniyagacha bu yuradigan holatda oxirgi etapigacha ko'p mehnat qilingan bizda. Noto'g'ri tushunchalar bo'lmasin. Faqat yuradiganni tanlab oladi, qolganlarni oladigan narsa bo'lmasligi uchun bu ma'lumotni berib ketyapmiz. Bizda hammasi xudo xolasa haqqoniy bo'ladi. Iloyim hamma bolalar yursin. Hammasi qo'llab-quvvatlaymiz. Muhimi bu yerda g'alaba emas, muhimi farzandlarimizning sog'ligi. Shuni qo'shib o'tib ketmoqchi edim. Hammaga rahmat.